bugun kechamizning chin ma'nodagi qirolichasi Donoxon onajonimizni davramizni badiiy maydonchasiga davomli gudros qarsaklaringiz sadosi ostida taklif qilamiz. Keling onajon. Mehribon farzandlaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Yetkazganiga, ko'rsatganiga shukr. Keling onajon, keling. Menga tosh otganga jonini otgan. Onajonim, assalomu alaykum. 18 yoshingiz muborak bo'lsin. Farzandlaringizga bergan mehr muhabbatingizni aksi bizlarni yetaklab keldi. Uzoq yillar davomida sizni tabriklab qolaversa, haj umra safarlariga taklifnomalarni ham sovg'a qilishganda xatolarimizdan xato bo'lmasdan diydor ko'rishdik. Hozirgi ijro qilinadigan qo'shig'imiz sizni yaxshi ko'rgan mehribon farzandlaringiz, mehribon oilangiz nomidan qabul qilasiz. Donoxon onajonimizni sizlarni erkalab katta qilgan noyob qo'llaridan, yuzlaridan o'pib tabriklab qo'yasizlar. Biz mazza qilib tomosha qilamiz. Marhamat. Güller sochaymi poyingga, onajon, gullar hayron chiroyingga. Onajon, bag'ringga bos, mehringga qonay. Onajon, seni quvontirib quvonay. Gündüz yollarımda gözü bu fakat onamdı. Ağladığımın sebebi o'zi, baxtimning yulduzi bu fakat onamdı. Atrofimda yana parvona, dunyoda murdona bu fakat onamdı. Duosi oshkora pinhona, tunlari uyg'ona bu fakat onamdı. Mehribon farzandlaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Onajonimsiz, bundan ham ziyodasiga aziz. Ana qoradonimizsiz, marhamat. Onajonim uchun berilgan go'zal bir sovg'alarni. Alloh rozi bo'lsin. Mashalloh. Kechalari ko'chalarda baydi, yana tunda kelsam uyga qaytib, keldingmi bolam der meni bedor. Onajonim, mehribonim, niyozorim. Izlarimdan o'par, ko'zlarimdan o'par, ochsa harom